Salom hammaga bugun sizlar bilan Jojo. Salom. Yana bitta eshitmaganlar uchun negerlar. Menga abuna bo'lib qolmaganlar uchun betiga chelabek bo'lib chichib ketgan. Men bugun o'yinni boshlaymiz. Bu o'yin level deb aytiladi. Kartalarga ko'chib o'ynaymiz. Levelimiz ko'tarilgandan keyin yo'l ochiladi menimcha. Hozir ko'rib olasizlar-ku. Oyunu başlayayım. Mana bu yerda sandık var ekan. Sandıqdachamiz. Şu chiqa go'shti harom. Buni pishirib yeymiz. Menimcha, bilmayman. Yana bilmayman. Endi ko'ramiz bu yerda nimalar bor. Menimcha bu daraxtlarni olamizmi deyman. Mana bu yerda shaxta ko'ryapman. Ko'rgan bo'lsangizlar. Mana u tomonda. Burada daraxtlarni çok bo'lgandan keyin versakga qabatsam bo'ldi. Bizlarga hozircha shu daraxtlar yetadi. Shu daraxtlar yetib qolsa kerak. Seherden nima qilyapti bu? Fuck you. Bu bularni bilmaymiz, faqat bunga chiqib ketamiz. Bo'lgani. Yana bitta chiqamiz bo'lgani. Bitta endi boshqa joyga borishni planlashtiramiz. Boramiz. Oldu ya. Men abone olup qo'ylar. Abone bo'lmaganlar yana abone bo'lar. Ikki telefonga abone olup qo'ylar. Natijada men juda kuchayib ketaman. Vallahi bu yerda hamma endi nima bilmayman. Chunki qiz bolalar yo'qmi ish qilib. Qiz bolalarga video olishni istayman. Pasta olmas ko'rdim. Ya suvmidi? Ko'rganlar bo'lsa aytsin. Mana bunaqa qilamiz. Parkour, tukku, fukku, tum deb. Bola trend eshitdilaringmi? Trend eshitgan bo'lsangizlar bo'ldi. Bilmaganlar uchun aytaman. DJ long tum dema. Shu haqida video bor. Nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi? Meni xo'rladi bular. Bu bola meni xo'rladi. Minecraft xo'rladi. Minecraft lekin xo'rladi. Xo'rladi Minecraft. Men ham aytib beraman. Hozir endi yana bir marta tushib ketsam nima bo'ladi? Paku. Voy belan. Tiydaga nima bu? Bilganlar bo'lsa aytsin. Qarala, pukka pum. Meniki. Biz darajamizni ko'tarishimiz kerak ekan. Birinchi daraja bo'lganimizdan keyin ochar ekan.
Demak, bizlar vafodorlik bilan vafot etamiz. Nimaga o'xshab qoldi bolalar? Ko'rganlar bo'lsa, ko'rdilarmi? Juda katta. Nima? Biz cho'plar bilan jo'chqani go'shtini olamiz. Pastga mana unaqa qilib qaraymiz. Boya qilib qo'ygan joyimizga qaraymiz. Voy bolalar. Bu yomon cho'tka bo'lyapti. Sandiqda hech narsa qolmabdi. Bizlar bu yerdan bitta tani olamiz va o'zlarimizga kirka yasab olamiz. Hammasini taqalaymiz. Balam, hozir Do'stlar, levelimizni ko'targandan keyin boshqa hududga o'tamiz. Boshqa zonasiga. Shugacha sabr qilamiz. Mountain Fables later deb video davomida ishlashim mumkin, bilmayman yana. Qani eng pastigacha tushib ko'ramiz, nimalar bo'lar ekan. Ko'mir ko'rdim. Darajani ko'tarish uchun ko'mir olamiz. Mana. Birinchi ozgina ko'tardim. Yana ozgina. Voy, bu bermadi lekin. Puluk. Mana o'sha men qidirgan narsa. Daraja. Bizlar darajamizni ko'tardik, bolalar. Biz buni uddaladik. Endi tepaga chiqishimizga to'g'ri keladi. Juda zo'r yo'l bilan chiqyapman, bolalar. Bolalar, sizlar ham o'ynab ko'ringlar. Buni boshqa blogerlarning Telegram kanalidan topsanglar bo'ladi. Buni qiziqib o'ynanglar. Bu teshikni qo'yib qo'yamiz. Endi qaysi joyga zona ochgan ekan? Mana bu yerda o'yin. Chuk. Ha, shu ochilibdi. Shuni ochibdi. Mana joy ishlaymiz. Ho, juda tez o'sibman. Buradagi daraxtni olamiz. Daraxtni. Bu yerdan unaqa qo'yib qo'yamiz.
vaqtimiz o'sibdi. Mana o'tini bildirmay bo'lamiz. Bildirmasdan bolalar, bildirmasdan. Bo'ldi. Haydi, voy. Bildirmaymiz. Daraxtga shelib ketamiz. Bo'lgani. Hayron bo'lmaylar, men so'zlashim shunaqa qilib endi nima yasaymiz? Bizlar qirqa yasaymiz. Bulung bung. Bo'ldi yasaymiz. En qasam. Bing bing. Qalaçam yashaymiz. Bo'ldi, bizlarning missiyamiz yakunlanmadi, lekin mana buni olamiz. Bo'ldi, shu bilan bunga videomiz tugaydi. Ertaga esa sizlarda shu videoda 10 ta yoki 15 ta like bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaraman. Men o'zim bo'lsa 7 ta obunachi bo'lsam ham chiqaraman. Shunga bosinglar, menga like va podpiska bosib qo'yaveringlar. Yo'q, xayr hammaga.